Uka, nega keldi o'zi bu yoqqa? Ozgina o'zingga kelib olarsan deb olib keluvdim. Yana boshladingizmi nasihatda, uka? Oxirgi payt ichingga sig'mayapsanmi deyman. Qo'lingga 3-4 pul tushib. Sandan ham zo'rlanib hozir ko'rsataman. Ahvoli qanaqaligini. Mana shu ko'rib turgan qabring tagida sandan ancha kuchli, juda ham badavlat, pullarini sanashga vaqti bo'lmaydigan inson yotibdi. Lekin shuncha boyligi bo'lib turib, o'zini qabrini ustiga bitta tosh qo'yishga qudrati yetmayapti. Endi o'zing uchun xulosa qil. Nimangga kerilib yuribsan?